Qo'shni qalaysiz? Yaxshi, o'zim yaxshimiz. Короче, kechirasiz, buzib xullas, bu meni uyim, siz bu yerda turmang. Xo'p, turmayman. Короче, men bu yerda o'rab olmoqchiman. Nimaga o'rab olmoqchisiz? Hovli qilmoqchiman. Короче, hech kimga bermayman bu yerlarni. O kattagina joy ekan. Bemalol огородlar qursam ham bo'ladi. Xullas, egallab olaman. Hozir borib janobiyada hujjat ishlarini qilib kelishim kerak. Ketdim. Mayli, Jak, unda ishlaringni ko'ra qol. Mayli, sen ham ishingni ko'r, bizni qishloqqa ham aylanib kelib tur. Mayli, sog' bo'l jigar. Mayli. Bo'pti. Yaxshi, Jak juda ham yaxshi bola. U meni shogirdim. Endi esa notebookni o'chirib qo'yaman va sizlar bilan salomlashaman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Bugun qishloqda qanaqa sarguzash bo'lar ekan? Albatta bu men uchun ham, sizlar uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Hozir birinchi qiladigan ishim, bilmayman nima ish qilishni ham bilmayman, to'g'risini aytsam. Albatta polizdagi ekinlarni yig'ishtirib olish kerak. Har doim shu ish, boshqa ish yo'q. Donasini yemsan, qishloq bo'lgandan keyin agaroddagi ishlar qilinadi, faqat keyin mol bo'lsa molga qarash mumkin, lekin mol yo'q bu yerda. Tushunmadim nimaga kim bu yoqni atrofini o'rab oldi. Tushunmadim. Menimcha buni qo'shnim qilgan shekilli, chunki qo'shnimni uyini atrofi o'ralgan. Nimaga o'rab oldi bu yerni, hayronman. Bu yerni shuncha joyni o'rab olgan. Bu yerda bilasizlarmi, 4 ta uy sig'adi. 4 ta uyni joyini egallab olgan. Voy yaramas pismiq. Hozir to'xtanglar. Nima qilyapsiz qo'shni bu yerda? Mana qo'shnimiz boru hamma yoqni egallab olibdi, o'tib bo'lmayapti, yo'lda egallab olgan. Rostdan ham yo'lda egallab olibdi. Yo'lga chiqib ketgani uchun bunga janobmerga aytish kerak. Siz aytib ko'ringchi qo'shni. Bo'ldi, aytaman, lekin qarang, buni balki hujjati bordir. Yo'q, hujjat olmagan, chunki o'zi kecha reja qilib yuruvdi, o'rab olaman deb. Kecha olaman deb yurgan bo'lsa, rostdan ham hujjat qilmagan, chunki bitta hujjat qilishga 1 oy vaqt ketadi. Shunaqa. Men bir kirib so'rab chiqay unda. Mayli. Tak, hozir so'rab chiqaman. Tak, eshigini mana buni ochilmayapti desam. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum, ke Joha. Короче, mana bu yoqni o'rab olibsiz orqani. Sizda qanaqadir hujjatmi, yo'q, qarormi bormi? Yo'q, endi qilmoqchiman. Lekin bu ishingiz yaxshi emas. Agar politsiya yoki kimdir bilib qolsa, dabdalangiz chiqadi. Bilsa bilaversin, nima qila oladi, qo'lda ishlash kelmaydi. Bo'pti, mayli, nima ham derdim endi sizga. Nima dedi? Hech qanday qarori ham, hujjati ham yo'q ekan. Shunchaki politsiya bilib qolsa nima qilasiz desam, bilsa bilaversin, nima qiladi, qo'lidan hech narsa kelmaydi, deyapti. Qo'lidan nima kelishini keyin ko'radi. Mayli qo'shni, siz bora qoling, ishlaringizni ko'rib, keyin janobiyga ayting. Bo'pti, aytib qo'yaman. Xo'sh, polizimdagi narsalarni yig'ishtirib olayin, keyin borib janobiyga aytaman shunaqa holat bo'lganini. Endi janobiy politsiyaga xabar berammi yo'qmi bilmadim, lekin realniy politsiyaga xabar bermasak bo'lmaydi, chunki вообще normalniy holat emas-da bu. Normalniy holat bo'lganda edi. Agar kimdandir so'raganda bu qo'shnimiz tegmasdik. Ya'ni hozir buni aytib berishim kerak, janobiy bilish kerak. Noqonuniy narsalarni yo'q qilishimiz kerak. Hamma narsa qonuniy bo'lishi kerak. Qonunda belgilangan narsalarga amal qilishimiz kerak. Tak, hozir bu tomon hammasi chotki, qaytarib kartoshkalar ekib chiqish kerak. Mana bu tomoniga endi bug'doylarni ekaman. Tak, mana bu daraxtga to'g'rilab qo'yaman. Chunki har doim o'sha belgi menga belgi bo'lgan, bilasizlar. Avvalgi videolarda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Aytgancha Joha uz dabdala qildim. Joha uz degan kanalim bor. Esinglarda bo'lsa yoki ko'rgan bo'lsanglar, o'sha kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar, chunki o'sha asosiy kanalim. Hozirda udar videolar qo'yishni boshlab yubordim. Endi bilmayman, har kuni qo'ya olmasam kerak, asosiy kanal bo'lgani uchun. Bu kanallarga lekin har kuniga 3 ta 4 tadan video chiqarib boraman. Voy qo'shni. Qalaysan, yaxshimisan Jetel? O'zingiz ham yaxshimisiz? Normali, nima gap? Mana bu yerda kim egallab oldi? Siz egalladingizmi? Yo'q, mana bu qo'shnimiz egallagan. Nima buncha ko'p joyda egallabdi? Bilmadim. Tushunali. Men biladimi? Yo'q, o'sha aytishim kerak hozir borib. Ayting, tezroq hal qilish kerak. Bu yerda buncha joyda egallagan noqonuniy. Shunaqa rostdan ham. Mayli, hozir aytib kelaman. Tak, soliqni ham berib kelaman birato'la janob merga. Lekin rostdan ham qaranglar, buncha joyni egallash вообще-da noto'g'ri narsa. Buncha joyni men egallab oladigan bo'lsam agar, bilasizlarmi, hozir men bu yerda 10 ta militsiya bosib olgan bo'lardi. Nimaga egallab olding, unaqa deb. Mana bu zinasini ham o'zi yo'lga chiqarib olgan. Mana shu ham bizga katta minus bo'ladi, ya'ni o'ziga, bizga emas. Короче, men bu yerda ham shunaqa joylar bor, ana yoqda bularni ham qaytarib chiqish kerak. Xullas, ko'p problemali joylar bor bu yerda qishlog'imizda. Birinchi janob mer yoniga borib kelishim kerak albatta. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, ke Joha. Keldim. Xullas, sizga ikkita ishim bor. Qanaqa ikkita ish? Bittasi yaxshi, bittasi yomon.
ikkita ish yaxshisi yomon bo'lar ekanmi? Hazillashda ham oddiy ikkita ish bor xullas. Birinchisi soliqlarni olib kelgandim. Ha, bo'ldi, har doimgi joyiga qo'yaver. Bo'ldi, qo'yaman hozir. Lekin ikkinchisi sal g'alatiroq. Qanaqa g'alati? Короче, qo'shnim bor mana o'ng tomon, ya'ni uyimni to'g'risidagi. Ha, O'sha hamma yoqni o'rab olibdi. Ko'rdingizmi yoki ko'rmadingizmi? yo'q, ko'rganim yo'q. Qanaqasiga o'rab oladi? Xullas, orqa tomonda garaj bor, bilasizmi? Poluz bilan garaj bor. Ha, bilaman. O'shani bitta qo'shib olgan, ya'ni o'shani oldini yopib olgan, o'zini qo'shmagan, oldini yopib olgan, keyin bu tomonni meni uyimni oldigacha o'rab olgan. Yo'q, uncha joyda nimaga o'rab oladi? Hujjati bor ekanmi? Yo'q ekan, o'shani aytmoqchi edim sizga. Hujjati yo'q, lekin ko'p joyda egallab olgan ekan. Sen terpinlarlik qilyapsanmi? Nimaga uni aytyapsan menga? Mayli, aytmadim deb hisoblang, lekin u qonunga amal qilmayapti. Ha, to'g'ri aytyapsan. Qonunga amal qilish kerak. Hamma qonun uchun barobar demoqchi bo'lyapman. Qonun hamma uchun barobar. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, to'g'ri. Nimadir qilish kerak unda. Nima qilishimni xohlaysiz? Borib ogohlantirgan, tezroq buzib tashlasin. Agar buzmasa, politsiyachi keladi va jarima qo'llaydi, o'zi buzib tashlaydi politsiyachini. Mayli, hozir aytib kelaman unda. Ha, bo'pti, tezroq aniqlik menga kelib ayt. Bo'pti. Tak, janob qo'shnimga, ya'ni qo'shnim janob deb nimaga aytyapman, hayronman. Janob mer demoqchi bo'lganman shekilli. Hozir qo'shnimga aytaman, buzib tashlasangiz, nima deyapman, buzib tashlang tezroq, bo'lmasa jarima qo'llanalar ekan sizga deyman. Qaranglar, mana bu qo'shnimni garajchi, mayli bu yerdan kirib ketaveradi, mashina sig'adi. Lekin mana bu yerda yo'l bor, odamlar o'tib qaytadi. Poluzni ham devorini buzib tashlagan. Buni ustidan o'tsa bo'ladimi? Ayo, mana bu yerdan o'tib bo'lar ekan. Endi qanday tushaman qizig'i? Obbo, eshikdan chiqib ketayim ekan. Yomon o'tsam bo'lar ekan. Mana shu yerda mana blok ustidan chiqib o'tganim uchun o'tib bo'lar ekan, bo'lmasa o'tib bo'lmas ekan. Lekin u yoqdan kirgan odam eshikdan chiqib ketmasa, kelib turib boshqa chiqadigan yo'l yo'q. Mayli, hozir ogohlantiraman. Tak, eshigi nima bo'lgan? Ochilib turib kirmaydi, odam sig'maydi. Ha, nima gap qo'shni? Qarang, qarang. Sizga ogohlantirish berishimni aytdi janob mer, ya'ni hozir buni o'zingiz buzib tashlamasangiz, politsiyachi kelar ekanda, politsiyachi buzib sizga jarima qo'llar ekan. Qanaqa jarima? Men buni hech kimga buzdirmayman, buzmayman, tushunyapsanmi? Men sizga aytyapman prostidagi, lekin rostdan ham keladi. Kim aytdi senga keladi deb? Aytyapman, janob mer aytdi. Aytaveradi janob mer. Men janob merni buyrug'iga bo'ysunmayman. Siz qishloqda haydalgingiz kelmayaptimi mabodo? Haydalgim kelmayapti. Meni haydab yuborish hech kimni qurbi yetmaydi. Mayli, qurbi yetmaydi aniq. Ha, shunaqa qurbi yetmaydi. Agar qurbi yetganda shu vaqtgacha men haydalib ketgan bo'lardim. Nimaga shu vaqtgacha haydalib ketgan bo'lardingiz? Chunki men bu yerda noqonuniy ko'p narsalar bilan shug'ullanaman. Nima narsalar bilan aynan? Ko'raysan, uyim bor bu yerda. Uyim ham noqonuniy qurilgan. Qanaqasiga? Zira bor, zira o'sha yo'lga chiqib ketgan. Uni bilaman. O'shada, qarochi. Bo'pti, mayli, hozir janob merga aytib ko'raman. Qo'lidan hech narsa kelmas ekan deyman. Ya'ni qo'lingizdan hech narsa kelmas ekan deyman, janob merga aytaman. Lekin to'g'risi o'rtada yugurib yurish jonga tegdi. Janob merni olib borishim kerak yo bu yoqqa, yo buni janob mer. Bu kelmaydi aniq, janob merni u yoqqa olib borishim kerak. O'shanda keyin ikkalasi bir-biri bilan kelishib olsa bo'ladi. Tak, janob mer borib keldim. U aytdiki, janob merni qo'lidan hech narsa kelmaydi dedi. Nimaga qo'limdan hech narsa kelmas ekan? Hozir politsiyachiga qo'ng'iroq qilaman. Mayli, qo'ng'iroq qiling unda. Alo, bu politsiyachimi? Politsiya. Bizda qarochi bitta noqonuniy bino qurilgan, ya'ni atrof o'ralgan. O'shani hal qilish kerak. Bo'ldi, hozir yetib boramiz. Tezroq keling. Keyin jarimani ham hisoblab keling o'sha joy uchun. Bo'pti. Bo'ldimi? Janob mer aytdingizmi? Ha, hozir kelar ekan. Yaxshi. Lekin qarang, uni zinasi ham o'zi noqonuniy ekan, ko'chaga chiqib qolgan yo'l ustiga. Ha, to'g'ri, ko'pchilik zinasi shunaqa bo'lgan. O'shani sen yoqib chiqishing kerak, ko'pchilik zinasini. Harakat qilaman. Harakat qilma, ariq yo'q qilib chiq. Bo'pti, unda men ketdim, janob mer. Bo'pti, bor, ishlaringni ko'r. Bo'pti. Ya'ni qanaqa ishimni ko'ray? Politsiyachi keladi, o'sha politsiyachiga yordam berasan. Bo'pti, mayli, politsiyachi kelsa yaxshi bo'pti. Juda ham ajoyib ekan, politsiyachi kelsa. Obbo, bu yoqda yong'in, qishloqda yong'in, hoy, yong'in, yordam beringlar. Voy, jetellar nima qilyapti? O'chirsanglar bo'lmaydimi? Qoch hammang, o'chir, jinnimisanlar, kim yoqib yubordi bu yoqda? Obbo, bu o'chmaydi-ya, o'zi o'chmasa o'chirib bo'lmaydi shekilli. To'liq yonmasa o'chmaydi. Obbo, rasvo, oy, tentak eshikka chiq. Nima qilib o'tiribsan? Buni qara, obbo. Chiq eshikka, yonyapsiz. Oy, menga o'tib ketdi. Qoch, men ham olovga tushib ketdim. Voy, suvga tushmasam hozir. Oy, yaxshi. Bu tentak yonyapsan, garang, to'xta. Men qutqarishim kerak axir. Obbo, ulgurmadim. Ha, mayli.
iloji yo'q. Endi buni o'chirish uchun o't o'chiruvchilar chaqirish kerak shekilli. O man teginganim yo'q. Men qilganim yo'q. Yaxshisi uzoqroqda turay. Tak, hozir yaxshisi politsiyachini kelishini kutib turaman. Voy Jo'xa. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Qara qayerda noqonuniy joy? Mana shu yerda keling. Короче, mana shu yerni noqonuniy qurgan. Rostdan ham juda ham katta joy ekan. Sen uy devorigacha qurib kelganmi? Shunaqa qilgan. Hozir men kompyuterdan ko'rishim kerak. Men haqiqatan ham qonuniy noqonuniy ekanligini o'lchashim kerak xullas. Qani notebookingiz? Hozir men kiyimimni ichiga tiqib kelgandim. Ovolang kutib tur. Ovoling, lekin qanaqa kiyimingizni ichiga? Mana kurtkamni ichiga tiqqandim. Hozir mashinaga qo'yib yuboraman, keyin tekshiraman. Bemalol tekshiring mayli. Tak, notebookingizda ko'rinadimi hammasi? Albatta. Ko'ring mayli. Xo'sh. Bu yerda tak bu 5 taga nechta, bu tomoni ham nechta ekan. Короче, juda ham katta joy ekan rostdan ham. Hozir kirib jarima solamiz. Mayli, yuringchi, jarima solsak jarima solamiz. Bunga ham farqi yo'q. Короче, sen jetel 8 tak jarimaga tortilding, $8. Nimaga men jarimaga tortdingiz? Sen noqonuniy ekanligisan. Bu yerda ziray ham bor ekan noqonuniy. Zira turadi mayli, lekin orqa ochiladi, tushundingmi? Nimaga ochiladi axir? Noqonuniy dedi-ku. Jo'xa, sen buzib tashlab, tushundingmi? Mayli, buzib tashlayman unda. Bo'pti. Короче, o'sha joyni ochasan, egallangan joyda. Xo'p. Demak, mana bu yerda ochishni menga buyurishdi. Hozir kirib ichkaridan taporimni olib chiqib bir chekkasidan buzishni boshlayman. Rostdan ham qaranglar, noqonuniy qilgandan keyin bu $8 birdaniga jarima berib yubordi. Qaranglar, $8 bilasizlarmi qancha bo'ladi? $8 kamida 80 million so'mdan yuqoriroq pul bo'ladi. O'shani endi to'laydimi yo'qmi o'zi biladi-yu, lekin buzamiz bu yoqni hozir. Tak, buzish oson ekan, lekin juda ham chunki yengil narsa bu. Tak, bu okey, bitta bossam titilib ketar ekan o'zi. Yaxshi, sifatliroq narsadan qilmagan ekan. Sifatliroq narsadan qilganga balki buzilmasmidi. Biz buzishga harakat qilganimiz bilan buzilmasdi. O'zi buzilmaganda ham nimadir qilsa bo'lar edi, ilojini qilsa bo'lardi balki. Bilmadim. Короче, egallab olgan ekan, noqonuniy bo'lgandan keyin buzyapman. Xo'p, mana tugadi. Bo'ldi, hammasi chotki. Endi bu narsalarni olib borib janob merga topshiraman va o'zimning ishlarim bilan shug'ullanishni boshlayman.